Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 36-dars. Mavzuyimiz masalalar yechish. 113-betni ochsangiz, u yerda bizda 9 va 10 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 9-vazifamizni o'qiymiz. Hisoblang, javobingizni kvadrat detsimetrda ifodalang. Hozirgi vazifamiz bizga juda ham qiziq. Nimaga desangiz, chunki hozir bu vazifa 4-sinf va 3-sinflarga bir xil berilgan. Umuman hech qanaqa farqi yo'q. Men bir necha marta 3-sinf video roligida aytib o'tdimki, 3-sinf vazifalari qiyinlashib ketib qoldi, 4kidan qiyinroq ketyapti deb aytib o'tganman. Hozir esa bir xil beryapti 3 bilan 4ga. Sonlari ham bir xil. 3 bilan 4-sinf farqi mana bu yerda 3-sinfda A deb qo'ygan. Mayda B deb qo'ygan. Boshqa farqi yo'q. Bir xil ketgan. Shunga mana bu roligimiz 3 bilan 4-sinfga bitta bo'lib chiqadi. Mayli, keling. Bizda e'tibor bersangiz, vazifamizda metrlarni, mana bu metrlarimizni kvadrat detsimetrga o'tkazib olishimiz kerak bo'lar ekan. Esingizda bo'lsa, 1 kvadrat metrda 100 kvadrat detsimetr bor. Ba'zi bir bola aytishi mumkin, 1 metrda 10 detsimetr bor-ku deb. To'g'ri, lekin tevadagi kichkina ikkiga ham e'tibor bering. Ya'ni nima degani 1 kvadrat metrimiz? 1 kvadrat metr degani bu 10 detsimetr ko'paytirilgan 10 detsimetrga. Ya'ni barobar bo'ladi. 10 ni 10 ga ko'paytirsangiz bizda 100 bo'ladi va mana detsimetrimiz ham 2 dona, 1 2. Shu ikkita bo'lganligi uchun tevasiga kichkina 2 chiqib qoladi. Tushunarligi, qayerdan buni bu 2 chiqib kelayotganligi tevadagi. Xo'p, bu bizga kerak emas u. Mana o'chirib tashlayman. Tevamizdagi naqamiz tursa bo'ladi. Buni qizil bilan yozib qo'yaman. Qizil bilan 1 kvadrat metrimizda 100 kvadrat detsimetrimiz bor. Endi biz mana bu barcha metrlarni kvadrat detsimetrlarga o'tkazib olamiz. Ya'ni, birinchisi A deyman. 19 metr o'rniga, mana birinchi ketyapti. 19 metr o'rniga 19 ni 100 ga ko'paytirib olaman. Tushunarligi, chunki 1 kvadrat metrimizda 100 detsimetr bor, kvadrat detsimetr. Xo'p, 100 kvadrat detsimetrga ko'paytirsam, qanday qilib yozib ketay ekan? Demak, deb qo'yay. Plus 22 detsimetr qilaman. Keyin bu yerga plus 46 ko'paytirilgan 100 kvadrat metrga plus 39 detsimetrimiz. Keyin esa minus 18 ko'paytirilgan 100 kvadrat detsimetrga plus 73. Lekin tashqarisida minus turibdi, mana bunda qavsga olamiz. Bo'lmasam adashib ketib qolamiz hisoblayotganda. Xo'sh, tushunarligi, nima qilayotganligimiz. Har bitta kvadrat metrimizni 100 ga ko'paytirib chiqyapmiz. Buni barobar deymiz. Xo'p, bu yerga yozib ketmadim, sig'maydi. Pastiga yozib ketaman davomini. Xo'p, barobar desak, 100 ga ko'paytirilgan sonlarimiz bizni 19 qaniydi? Yozmayapti ruchkamiz. 1900 bo'ladi bu yerda 100 ga ko'paytirsak. Qo'shilgan 22 detsimetrga plus 4600 qo'shilgan 39 detsimetrga va oxirida o'zi bitta qilib yozsak ham bo'lar ekan, mayli. Oxirida minus deymiz. 1800 detsimetr qo'shilgan 73 detsimetrga. Mazga sal tushunarliroq bo'lsin deb to'liq yozyapman. Bo'lmasam buni bittada yozib ketsam ham bo'lardi. Nima demoqchiman bu yerda? 1900 ni, mana bu yerdagi 1900 ni 22 ga qo'shsangiz, oxiri 2 ta 0 ni o'rniga mana tagiga yozib ketaman davomini. 19 22 bo'ladi detsimetr kvadratda. Shunga bittada yozib ketsa ham bo'lardi deyotgandim. Xo'p, keyingisi 4639 ga qo'shsak, 4600 2 ta 0 ni o'rniga oxirida 39 yozamiz. Kvadrat detsimetr. Bu yerda esa
1873 ga qo'shsak minus 1873 kvadrat detsimetr. Bo'ldi. Endi bularni biz hisoblaymiz. Qanday qilib hisoblaymiz? Birinchisini demak qo'shib olamiz. Mana bu ikkita sonimizni, keyin oxirida ayiramiz. Xo'sh, keling yozib olaylik buni. Tagiga yozib ketaman. 4639 ni qo'shar ekanmiz 1922 ga. 9 plus 2 imiz 11, birini yozib birini eslab qolamiz. 3 plus 2 imiz 5. Qaniydi, shunaqa ham qilib chiqadimi? Ish qilib adashib ketib qolmaydi bu yerda. Mana bu biz 3 imiz. Xo'p, 3 plus 2 imiz 5, birni qo'shsak 6 bo'ladi. 6 plus 9 imiz 15, 5 ni yozib birini eslab qolamiz. 4 plus 1 imiz 5, birimizni qo'shsak 6 bo'ladi. Ya'ni 6561. Endi 6561 dan minus 1873 qilamiz. Xo'sh, minus 1 minus 3 qilib bo'lmaydi, 6 dan qarz olamiz. Shunda bizni birimiz 11 bo'lib qoladi. 11 minus 3 imiz 8. 6 qarz berdi, o'zi 5 bo'lib qoldi. 5 minus 7 qilib bo'lmaydi, yana yondagi turgan sondan qarz olamiz. Ya'ni 5 imiz 6 ga 10 ni bersa, 5 imizga 10 ni bersa 15 bo'lyapti. 15 minus 7 imiz 8. Mana bu 5 imiz ham o'zi qarz berdi, o'zi 4 bo'lib qoldi. 4 minus 8 qilib bo'lmaydi, 6 dan qarz olamiz. Ya'ni endi 14 bo'lyapti. 14 minus 8 imiz esa 6. Oxiridagi 6 imiz 5 bo'ldi. 5 minus 1 imiz 4. Ya'ni javobi bizda 4688 kvadrat detsimetr bo'lyapti. Sonlarimiz qiyin emas. Endi men ikkinchisini ishlaganda mana bu joyini, mana bu joylarini bitta qilib hisoblayman, mana bunga o'xshab, tagiga o'xshab. Hozir ko'rganingizdan keyin tushunib olasiz. Xo'p, bu bizda A si bo'ldi. Endi B sini ishlaymiz. Xo'p, B deb qo'yaman va tagiga yozishni boshlaymiz. 31 kvadrat detsimetr ekan. Plus, yana yozamiz. 31 ko'paytirilgan 100 ga 100 kvadrat detsimetr qo'shilgan 75 kvadratga plus 24 ko'paytirilgan 100 ga detsimetrga kvadrat detsimetrga va qo'shilgan 46 detsimetrga kvadrat detsimetrga. Hammasini qavs ichiga olar ekanmiz va oxirida 4 ga ko'paytirib olamiz. Barobar. Xo'sh, mana bu yerdagi sonimiz 301 ni 100 ga ko'paytirsak 3100. Mana bu esa 2400. Bir-biriga qo'shadigan bo'lsak 3100 ni 75 ga 3100 ni 75 ga qo'shsak 3175 bo'ladi. Qo'shilgan, qavsi yo'yib qo'yaylik, qo'shilgan 2400 46 qo'shsak, oxirida 46 ni yozib qo'yamiz. Xo'sh, qavsi yopamiz endi. Yopganimizdan keyin oxirida 4 ga ko'paytirib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hisoblab olaylik. Pastimizni hisoblab ketaman. Ya'ni 3175 qo'shilgan 2446 ga hisoblaymiz. 5 plus 6 imiz 11. Birini yozib, birini eslab qolamiz. 7 plus 4 imiz bizni 11. Birimizni qo'shsak 12 bo'ladi. 2 ni yozib, birini eslab qolamiz. 1 plus 4 imiz 5. Birimizni qo'shsak 6 bo'ladi va 3 plus 2 imiz 5. Qaniydi? 5 ana. Demak, javobi bizda 5621 kvadrat detsimetr ko'paytirishimiz kerak 4 ga. Shuni ko'paytirib olamiz. Ya'ni 5621 ni ko'paytiramiz 4 ga, hisoblaymiz. 4 kere 1 imiz bizda 4, 4 kere 2 imiz 8, 4 kere 6 imiz 24, 4 ni yozib, 2 ni eslab qolamiz. 4 kere 5 20, 2 imizni qo'shsak 22 bo'ladi. Ya'ni javobi bizda 22484 kvadrat detsimetr. Xo'p, sonlarimiz qiyin bo'lmadi. Ishlasak bo'ladi.
Ko'rib turibsiz. Xo'p, sizning vazifangiz hozir chiroyli qilib bu narsalarni daftaringizga yozib olish. Keyingi vazifadan o'tishdan oldin albattagina videoroligimizga like ni bosib qo'ying, kanalimizga qo'shiling, biz esa 10-vazifamizga o'tamiz. Agar bizni Telegram kanalimizda topolmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana bu joyga bosib, Sanur Maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. YouTube va Telegram kanalimizga qo'shilgan bo'lsangiz, 10-vazifamizni o'qidik. Malikaning onasi bayram dasturxoniga 7 kilo yer yong'oq, 5 kilo mayiz va 3 kilo yong'oq sotib olmoqchi. Qaysi bozordan xarid qilishi foydaliroq? Bizda ikkita bozorimiz bor ekan, bu Oloy bozori va Mirobod bozori. Va narxlari ham u yerda har xil. Yer yong'oq, mayiz va yong'oqni o'zi. Biz farqini bilib olishimiz kerak, keyin hisoblab ko'ramiz, qaysi bozordan bizga sotib olish arzonroq chiqadi. Buning uchun biz nima qilamiz? Siz birinchi o'rindagi vazifangiz mana bu jadvalni chiroyli qilib daftaringizga chizib yozib olish, men esa hisoblashni boshlayman. Biz birinchi o'rinda farqini bilishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda. Bu nima degani? Biz yer yong'oqni narxini hisoblab ko'ramiz. Oloy bozori bilan va Mirobod bozori bilan. Farqi qanchaki? Ya'ni yozaman 42500 ni dan minus 4100 41300 qilaman. 42500 dan 41300 minus qilsak, nollarimiz birinchi o'rinda tushib keladi. 5 minus 3imiz 2, 2 minus 1imiz 1, 4 minus 4imiz 0, 0ni yozmay o'tiramiz. Bu nima degani 1200? 1200 so'm bizda arzonroq bo'lyapti. Qaysi bozorimizda? Mirobod bozorida. Demak, bu yerga Mirobod deb qo'yamiz. Bunday qilib, Mirobodimizga plus deymiz. Mirobod bozorida arzonroq ekan. Keyin mayizni hisoblaymiz. Xuddi shuni farqini 77500 minus 74500 hisoblaganda nollarimiz birinchi o'ringa tushib keladi. 5 minus 5imiz bizda 0, 7 minus 4imiz 3, 7 minus 7imiz 0. U 0 ni yozib o'tirmaymiz. Bunga ham so'm deb qo'yaman va bu ham bizda Mirobodimizda arzonroq. Mirobod. Uchinchisi bizda yong'og'imiz bo'lyapti. Yong'og'imiz endi e'tibor bering, bizda Mirobodda qimmatroq ekan. Va tevadan pastdan tevaga minus qilamiz. 133700 so'mni minus 132000 so'm qilamiz. Hisoblaymiz, nollarimiz tushib keladi. 7 minus 0imiz 7, 3 minus 2imiz bizda 1, 13 minus 13imiz 0 0 bo'ladi. U nollarni biz yozmaymiz. Bu safar endi 1700 so'mga arzonroq Oloy bozorida. Keyin nima qilamiz? Farqini hisoblaymiz. Ya'ni biz dasturxonimizga e'tibor bering, 7 kilo yer yong'oq kerak ekan. 7 kilo yer yong'oq degani biz hozir farqini, ya'ni 1200 so'mimizni 7 ga ko'paytirib ko'ramiz. Tagiga yozib ketaman. Hop, bu bizning 4-inchisi bo'lyapti. 1200 ni ko'paytiramiz 7 ga. Nollarimiz tushib qo'yiladi. 7 kara 2 imiz bizda 14. To'g'rini yozib, birini eslab qolaman. 7 kara 1imiz 7, birimizni qo'shsak 8. Ya'ni 8400 so'm arzonroq tushyapti bizda yer yong'oqlarimiz. Yer yong'oq deymiz, qanday qilib yozsam bo'lar ekan? Bu bizda yer deb qo'yaylik, yer yong'oq. Arzonroq tushyapti bizda. Vazifangiz qiyin emas, tushunib olsa bo'ladi, faqat har xil joylardan hisoblab chiqishimiz kerak bo'lyapti. Bu yerda esa 3000 ni nechaga ko'paytirishimiz kerak ekan? 5 ga. Chunki bu yerga 5 kilo mayiz kerak. Buni biz yozib ham o'tirmaymiz, kallamizni hisoblab ko'ramiz. 3000 ni 5 ga ko'paytirsak, ya'ni 3 kara 5 imiz 15 va mana bu 3 ta nolini yozib qo'yamiz. Ya'ni 15000 so'mga arzonroq bo'lyapti. Bu bizda mayizimiz. Mayiz.
Oxirgisi bizning yong'og'imiz qolyapti. Yong'og'imizdan 3 kilo olishimiz kerak. Qaniydi, yoniga yozib ketar ekanman, 6 dedim. 1700 ni ko'paytirar ekanmiz. Nechaga? 3 ga. Chunki bizga 3 kilo yong'oq kerak bo'ladi. 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, o'zi boshida katta qilib yozsam bo'lar ekan-a. Hop, nollarimiz tushib keladi. 3 kara 7 imiz 21. 1 ni yozib 2 ni eslab qolamiz. 3 kara 1 imiz 3, 2 mizni qo'shsak 5 bo'ladi. Biz 5100 so'm qimmatroq to'lar ekanmiz Mirabotda. Hozir bizning vazifamiz har bitta sonimizni bir-biriga qo'shib, oxirgi sonni minus qilib olamiz. Chunki mana bu bizda 8400 so'm arzonroq, 15000 so'mga arzonroq va bu yerda esa 5100 so'mga qimmatroq bo'lib qolyapti. Yozamiz. Bizda hozir 6-chi bo'lgan bo'lsa, 7-chini qadamimiz 8400 so'mni 8400 so'm 15000 ga qo'shamiz va oxirida minus 5100 so'm qilamiz. Shunda farqini bilamiz, qaysi bozorda arzonroqligini. Ko'rinib turibdi, Mirabot bozorida arzonroq ekan, lekin anig'ini aniqlaymiz hozir. Xo'p, qanday qilib hisoblasak bo'lar ekan buni? Yozamiz. Tevasiga yozib ketaymikin-a? Qayerga yozsam qulayroq bo'larki? Yo, pastaga yozib beraymikin. Keling, pastaga yozib qo'yaylik. 15000 ni qo'shamiz 8400 ga. 8400 ga. Nollarimiz qo'shilyapti. 4 plus 0imiz 4, 8 plus 5imiz 13. 3ni yozib 1ni eslab qolamiz va tevadagi 1 bilan tagidagi 1ni qo'shsak 2 bo'ladi. Ya'ni 23400. Endi 23400 dan minus 5100 qilamiz. Hisoblaymiz. Nollarimiz birinchi o'rinda tushib keladi. 4 minus 1imiz 3. Endi 2 dan qarz olamiz. 13 minus 5imiz 8 va 2imiz 1 bo'lib qoldi, 1 bo'ladi. Ya'ni 18300 so'mga bizni Mirabot bozorimiz arzonroq ekan. Javob yozamiz 18300 so'm biz yutar ekanmiz agar biz qayerdan olsak? Mirabot bozoridan. Xo'p, sonlarimiz nima desam bo'lar ekan? Qiyin emas-ku, lekin ag'da-bag'da bo'lib qoldi. Daftaringizga chiroyli qilib buni siz yozib oling. Men sal xuniyroq qilib yozdim-ku, lekin siz 100% daftaringizga chiroyli yozasiz-a. Mana xafa bo'lmaysizlar. Bir shuni xunik yozib turaman. Keling, sizga ajratib qo'yay. Adashib ketib qolmaysiz shunda. Xo'p, bizda yana bitta, ikkita, 7 ta naqamiz bo'pti. Masalamiz bo'pti. Daftaringizga yozib oling. Shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Video roligimiz yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.